Kim ko'p kasal bo'lishini bilasizlarmi? Sizni atrofingizda ko'pincha 3 xil odam bo'ladi. Birinchisi, hayotiy vaziyatlarga moslashishi biladigan, egiluvchan odamlar. Ikkinchisi, faqat meni gapim to'g'ri, boshqa fikr menga umuman to'g'ri kelmaydigan degan, vaziyatga o'zini foydasi uchun ham moslasha olmaydigan odamlar. Uchinchisi, menga umuman hech narsani farqi yo'q, bilganinglarni qilinglar deb faqat o'zini o'ylaydigan odamlar. Endi topingchi, bu uchtadan kim ko'p kasal bo'ladi? Albatta, ikkinchi tipdagilar. Ya'ni to'g'ri, premolинейный odamlar. Chunki birinchi toifadagi odamlar любой situatsiyalardan chiqish yo'lini topishadi. Uchinchi toifadagi odamlarga umuman hech narsani farqi yo'q. Ikkinchi toifa egilmaydi ham, bukilmaydi ham, faqat men aytganim to'g'ri deb turishadi. Bu degani ular doim bu yer bilan emas, mana bu yer bilan ish qilishadi har doim. Bu yerda emotsiyalar yonib turgan bo'lsa ham, aql bilan bu emotsiyalarni bosishadi. Buttiga botgan narsalarga ko'z yumgani bilan bu narsalar yo'q bo'lib qolmaydi. Shuning uchun ham ular o'zini tanasida nimadir neto bo'layotganini sezadi, lekin ahamiyat bermay faqat aqli buyurgani bilan yashayveradi. Va qarabsizki, trevojniy, depressivniy, agressivniy bo'lib qolishadi. Ko'pchiligi shitavitkasini oldiradi, davleniya bo'ladi, diabet, o't qopi kasalliklari va eng keng tarqalgani oshqozon bilan bog'liq kasalliklarni boshidan kechiradi. Bu xoh ayol kishi bo'lsin, xoh erkak kishi bo'lsin. Siz shunaqa odamlarni bilasizmi? Kommentariyada yozing.